barchaga, Barakot.uz kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Avtosalonda nima gap degan do'stlarimiz uchun mana avtosalonga yetib keldik. Xudo xolasa sizlarga bu yerdan batafsil ma'lumotlar bo'ladi. Orqamda ko'rib turgan bannerdan bilishlaring mumkin. Aksiya ketyapti. Hamda qolgan avtomashinalar qancha muddatda chiqadi, shular haqida batafsil savollarga javob bo'ladi xudo xolasa. Videomiz yoqadi degan umiddaman. Yoqsa like, yoqmasa dislike bilan videoni baholab, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. O'sha kasallikka uchragan bolajonlar uchun ham karta nomerlari hamda videoda silkasi opisaniyada bo'ladi. Ko'rmaganlar bo'lsa o'tib ko'rib, ehsonlayim bo'lsa qilib qo'yishlaring mumkin do'stlar. Hammaga doimgidek yaxshi kayfiyat, tinchlik, sog'lik, xotirjamlik tilagan holda videoni boshlaymiz do'stlar. Do'stlar, demak, videoroligimizni qisqacha qilishga harakat qilyapmiz. Qisqa va lo'nda bo'ladi. Asosan bu yerda ma'lumotlar, lekin shu Gentra, Tahoe, qolgan avtomashinalar, misol uchun Trailblazerlarni bir qator ko'rsatib o'tmadik. O'zimizga tanish bo'ldi o'zi. 5-10 xil mashinamiz bor xolos. Asosiysi biz uchun ma'lumotlar bo'ladi. Masalan, qaysi avtomashina qanchada chiqyapti, qancha muddatda chiqadi, yetkazib berish muddatlari haqida qisqacha savollarni akamizga murojaat qilamiz. Abdulaziz aka, xo'p, Damas avtomashinamizni yetkazib berish muddati yoki bo'lmasa o'sha haqda to'planasiz. Damasimiz passajirskisi 78 million 283 ming narxi. Shartnoma bo'yicha fevral oyida oxirigacha sroy beradi. Xudo xolasa to'lov qilingandan keyin 3 kundan 10 kungacha Xorazmdan yetkazib olib beramiz. Ha, Damas avtomashinasida o'sha muammo qolmadi. Muammo oldingidaqa kutilmaydi. Zavod ishlayapti. Fevralda oxirigacha sroy beriladi. Bir hafta 10 kunda chiqishi mumkin. Tushunarli. Endi Spark avtomashinamiz avtomat korobkasi bor ekan, ikkinchi paytda ikkosi qolgan xolos, hozir 75 milliondan oshiqrog'i, 94 milliondan oshiqroq. Ular yetkazib berish muddatlari haqida aytamiz. Xo'p, Spark mexanikamiz talab ko'pligi uchun jicha sekinroq chiqadi. 3-4 oy ichida yetkazib beriladi. Avtomatimiz 10 kundan 1 oy ichigacha yetkazib beriladi. Endi hozir tajribadan kelib chiqash 10 kun, 15 kun ichida yetkazib berilyaptimi ekan? Ortda qolgan muddatlar yetkazib berilyapti. Nexia 3 ga ham talab katta bizda. Nexia 3 avtomatlarimiz tayyorlari bor, sotilib ketdi. Xudo xolasa to'lov qilinsa 3 kundan 10 kungacha avtomatlarimiz, mexanikalarimiz 1 oy ichida yetkazib beriladi. Hozir yana bitta savolda, albatta, umuman nalichi avtomashinamiz yo'qmi hozir? Hozircha Trailblazer bor, Damaslarimiz bordi. Bugun sotilib ketdi, ishlaydi, turib, ertaga pulni to'lab olib ketishdi. Ha, o'sha sotilib bo'ldi Damaslar. Cobalt to'xtaydigan bo'lsak, Cobalt 97 millionlik chiqargan endi. 97 million bo'lib qoldi. Hozir qo'shimcha opsiya qo'shildi. Yevro variantida sideniya abagrev bilan sideniyani regirovka qiladigan opsiya qo'shildi. Birinchi paytda regirovka qilsa bo'ladi. Keyin Labo'da ham abagrev bor. Yo'q, Cobaltda yo'q. Cobaltda yo'q, u holatda tushunarli. Shunday ma'lumot bor edi, oydinlik kiritib oldik. Yetkazib berish muddatlari qanaqa deymi? Xo'p, mexanikamiz 4-5 oy ichida yetkazib beriladi. Avtomatimiz 3-4 oy ichida yetkazib beriladi. Avtomatimiz 3-4 oy ichida yetkazib beriladi. Xo'p, tushunarli do'stlar, mana oydinlik kiritib o'tadigan bo'lsam, shu o'rinda o'sha bozorda nima qimmat yangi mashina degan savollar, shularga javob bo'ladi. Misol kimdir asossiz oshiradi ko'pchilik. Shunaqa 4 oy, 5 oy kutgisi kelmagan odam nalichi bozordan qimmatroq olamayapti. Savol javob beradigan bo'lsa, Gentralarimiz qanaqa endi aka? Xo'p, Gentralarimiz ham o'sha qo'shimcha opsiyalar chiqyapti hozir. 115 million 607 ming mexanikamiz bor ekan. Sideniya abagrev, Labovoy abagrev ularda bor. Ha, Gentrada Labovoy abagrev ham bor, tushunarli. Endi hozir bundan tashqarisi yo'q, endi Sideniya abagrevsiz, Labovoy abagrevsiz qolmadi. O'sha 1,5 million raznica qilgan hisobi o'zi 1,5 million pul Comfort Plus qo'shilyapti. Comfort Plus qo'shilyapti, tushunarli. Gazli ham bor, a? Gazli ham bor. 124 milliondan 4,5 million ekan. Ularni yetkazib berish muddatlari qanaqa? Ular 2 oy ichida yetkazib beriladi. 2 oy ichida yetkazib beriladi. Trekkerning yangisi haqida aytib o'tsak. Xo'p, Trekkerimiz yangisi 222 million bo'lib, hozircha 3-oy sroy beryapti shartnomamizda. 10 kun, 15 kun ichida yetkazib beriladi klientlarimizga. 10 kun, 15 kun ichida xohlasa yetkazib berilyapti. Malibu 2 ning narxi shuncha oshib ketdimi aka? 311 millionida, 311 millionida hozir Premier bunaqasi chiqyapti, pozitsiyasi eng oxirgi qo'shilgan opsiyalar haqida qo'shimcha opsiyasi. Xo'p, ikkita oldi sideniya sovutadi, isitadi. Orqalar ham isitadigan. Korobkasi 9 talik bo'lib, Equinox taqa. Ha, Equinox taqa 9 bosqichli transmissiya. Bularga
Zadniy kamera Premier'da bo'lmasa, hozir Premier'da zadniy kamera qo'shildi. Qo'shildi. Puliga ko'proq qo'shilib topdi. Mayli, endi nima deymiz, bori shu. Equinox yetkazib berish muddati Malibu bilan. Equinox'da уже to'xtadi. Equinox уже to'xtadi. Malibular 5 kundan 15 kungacha yetkazib beriladi. Yetkazib berilyapti. Trailblazerlarimiz tayyor. Bor ekan. Taxo bilan Traverse faqat Toshkentdagi avtosalonlarda shartnoma mavjud. Klientlar kelsa Farg'onada ham onlayn shartnoma olib, Mashhad o'zida xudo xolasa ishlarni bitkazib berasiz. Bitkazib bersa bo'ladi. Hozir endi bizda bu ketayotgan aksiyamizdan tashqari kredit aksiyasi, unaqa narsalar yo'q. Avtosalonda o'zida kredit berilmaydi. Faqat banklar orqali bank orqali bitkizish mumkin. Xo'p do'stlar, bizni videomiz asosiy maqsadi bu basida. Endi buni ham tanishtirib o'tdik-ku. Mana bunaqa sertifikat berilar ekan, shu avtosalondan avtomobillar sotib olinsa, sertifikat beriladi. O'yinda ishtirokchisiga aylanasiz aka. Shu haqda qisqacha aytib tushuntirib o'tsangiz. Aksiyamiz 5 ta salon ichida bo'lyapti. Farg'ona viloyatida bitta bizda Farg'ona avtosentr avtosalonida bo'lyapti. Xuddi shu salonda xolos. Shu salonda xolos. Tushunarli. Endi buni o'yin ishtirokchisi shartlari, 10 ta Nexia qo'yilgan, 5 ta viloyatdagi avtosalon bo'yicha. Xo'p, bizga eng kami to'lov Damas'dan boshlab Trailblazergacha 85% to'lov qilgan mijozlarimiz aksiyaga qo'shiladi. Aksiyaga qo'shilganda shunaqa sertifikat beriladi. Sertifikatni bir tomoni mijozga beriladi, bir tomoni bizda qoladi. Bu kichkina tomoni sizlarda qoladi. Batatronga qo'shiladi bu. Xo'p, yilning oxirida 31-dekabrgacha aksiyamiz muddati. O'sha kuni Batatronda aylantiriladi. O'sha 5 ta avtosalonda kuponlari tashaladi. Uni mijozlar o'zi tortib beradi, xolis odamlar tortadi. Kimi mana shu nomeri chiqib qolsa, o'sha odamga 3.025 o'sha o'yin ishtirokchisining raqami hisoblanadi. Raqami bo'ladi, ism, familiyasi, qanaqa mashina olgani, qaysi salonni olganigacha yoziladi. Endi aksiyani batafsil tushuntirsak, hozir qaysi kungacha davom etadi? 1-fevraldan 31-dekabrgacha. Yilda oxirida 31-dekabrgacha. O'yin demak 2022-yil bo'lib o'tadi. Endi xudo xolasa o'sha 2022 bu yilda oxirigacha aksiya davom etadi. Yangi yilga xudo xolasa qadarga bo'ladi. To'g'risi endi ma'lumot borlar bilishadi. U 2019-yilda iServisda bo'lgan edi. To'g'risi endi ma'lumot berib o'tsam, xuddi shu nimani Nexia 3 men bir yaqin do'stim yutib olgandi. Endi demoqchimanki, bu narsa bor narsa, xudo xolasa nechesni bo'lmaydi, hammasi chesni bo'ladi. Hammasi haqqoniy bo'ladi. Klientlarimiz onlayn televizorda prямой efir beriladi, ko'rishlari prямой efir beriladi, ko'rishlari mumkin. Xo'p, do'stlar, qisqacha ma'lumotimiz shu bo'ldi. Endi yana bitta gap, aka, bu keddilarni ko'ryapmiz. Bu narsalar o'yin ishtirokchisiga nima bo'lmaydi. Avtomotorsda ishlab chiqarilgan avtomotorsda ishlab chiqarilgan avtomashinalar bo'lar ekan, do'stlar. Demak, shu joyda videomizga yakun yasaymiz. Bilishimcha qisqa va lo'nda ma'lumotlar bo'ldi degan umiddaman, do'stlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, avtosalon nomi nima edi aka? Uzr, esimdan chiqib qoldi. Avtosentr Farg'ona. Avtosentr Farg'ona avtosalonida avtomashina sotib olishni tavsiya qilamiz. Haqiqatan o'yin ishtirokchisiga aylanib, Nexia 3 da g'olib bo'lasizlar degan umiddamiz, do'stlar. Videorolikka yakun yasaymiz. Ko'rishguncha qadar.